Assalomu alaykum yurtdoshlar. Buni Qashqadaryo shahri zabt mashinasiga metan ustunovka qabulni. Umarxonning mashinalari. Kimdir oshqatdi. Umarxon qanaqa ko'ngil to'q mashina? Bo'ldi. Hamma yo'q zavodskiy hech kim ajrata olmadi o'shni. 8 talini joyiga qo'yibdi. Undan chiqqan 400 litr 80 talini etlashab 100 litr joyiga qo'yib 400 litrni 480 talini chaqib oldim. Lekin aniq vintillari hamma narsasi o'zimga zavodskiy o'tishdi. O'zini shikolat svetlargacha zavodskiy bo'lib, hamma yoq chiroyli chiqdi. Orqa ikki tarafga bayoq usulini qilib berdi orqani. 2 talik aniq usulini qilib berdi. O'g'ir materiallar var. Ikkala tomonga yo'q. Hamma yo'q turibdi. Yana davoshni bo'ldi bu. O'ziniki ham hamma narsasi davoshni qilib berdi o'zi. Umarxonga. Kimikini bo'lsa, mashina qilib xizmatda bo'lsa, ham usulini qilib beramiz. Ham yana dabobga qilib, mana listlarni ham ko'rishini bo'lib ko'p. 1 sm qalin listdan bo'ladi. 1 sm qalin listadan qilib, pomni usulini qilib, zavodskiy bo'lib chiqadi. Hech kim ajrata olmaydi, ko'rgan odam. Ichida 200 tl borda o'ylamadi ham. Managa 150 tl qo'yilgan. Kimga xizmatlar bo'lsa, mashina qilib beramiz. Umarxon bergan pulingizga rozi bo'ling, oshna. Xudo xolisa. Rozi bo'ling faqat. Roziman, ming marta. Yaxshilik ko'rishamiz, oshna. Xo'p.